Nimaga gapni tushunmaysan Komil? Necha marta qaytarish mumkin senga, ha? Mana shunaqa rasmlarga ishonib yuraverasanmi? Nahotki menga ishonmasang, o'z eringga men senga necha marta tushuntirishim mumkin. U meni ishdagi hamkorim. Shuni mashinaga yenga qo'yish qiyinmi? Borisga shunaqa qaraysizmi? Qanaqa qarashim mumkin, Komila? Qanaqa? Senga o'z mashinangga ma'lumotlarni kim yetkazib turibdi, ha? Ayt menga. Oilamizni buzmoqchimi odam? Menga qarang. Men bunaqa hayotdan charchadim. O'z eriga ishonmaydigan ayol menga kerak emas. Ishonmasang ket. Yaxshi. Ketganim bo'lsin. Ket. Tinch oilani buzding ishini qilib. Komilaxon, oyijon chaqiryaptilar. Yuring, ovqat ustib olamiz. Xo'p, rahmat Kinoya. Hozir boraman. Yura qoling. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bugun uxlab qolibsiz? Ishim qisqaroq bo'ldi. Yaxshi bo'pti. Kechki ovqat qildinglarmi? Osh qildik, yeysizmi? Mazza qilib yeyman. Yo semirib ketasizmi? Voy, akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'man kelding? Rahmat. Qalaysiz? Keling akajon. Yaxshimisiz aka? Rahmat, qalaysan? Rahmat. Ishlaringiz yaxshi bo'ldimi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum akajon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Charchamadingizmi? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Aytgan hamma ishlarni qilib qo'ydim. Mollarni tarqatib qo'ydik. Yaxshi. Xullas, keliningiz tug'ilgan kuni yaqinda. Kelinni tug'ilgan kunini menga qo'yib ber. Zo'r restoran gaplashib qo'ydim. Odatdagi restoranda qilish yo'q. Bu gal chiroyli restoran gaplashib qo'ydim, o'sha yerda o'tiramiz. Yaxshi. Fotosessiyani zo'rlarmilar-ka? Xudo xohlasa. Kimdir kelsa ekan. O'zim qarayman.